Prezidentimiz tashabbusi bilan ichimlik suvi ta'minotini tubdan yaxshilash maqsadida Surxondaryoda amalga oshirilayotgan 287 million dollarlik to'palang mega loyihasi o'zining ilk yirik natijalarini bermoqda. Bugun loyiha tufayli 100 minglab aholi sifatli va uzluksiz ichimlik suvi bilan ta'minlanmoqda. Energiya tejalib, ekologik barqarorlik ham mustahkamlanmoqda. Sardorbek Lolayev mavzu davomi bilan. Prezidentimiz tashabbusi bilan aholini sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar Surxondaryo viloyatida ham o'zining amaliy natijalarini bermoqda. Ana shunday yirik loyihalardan biri to'palang suv ombori suvidan foydalanish hisobiga ichimlik suv ta'minotini yaxshilash loyihasi bugun minglab oilalar hayotiga qulaylik olib kirmoqda. Viloyatning bir nuqtasidan boshqa bir nuqtasiga qadar 361 kilometr toza ichimlik suv quvurini tortish bu asrlarga tatigulik loyiha bo'ldi. Albatta bu vohaliklar ta'biri bilan aytganda. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, 2016-yilga qadar Surxondaryo aholisining atiga 40% toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan bo'lsa, bugunda ushbu raqamlar qariyb 67,5% ga yetkazildi. Zamonaviy texnologiyalar joriy etilishi natijasida minerallarga boy ichimlik suvi bugun Termiz shahri hamda viloyatning 10 ta tumaniga uzluksiz yetib bormoqda. Loyiha doirasida bugungi kunga qadar 251,9 kilometrlik ichimlik suv tarmog'i tortilib, 9 ta zamonaviy suv inshootlari foydalanishga topshirildi. Aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash butun dunyoda katta muammo. Quduqlardan suv olardik. Shahardagi suvning sifati past edi. Bu Termiz ilgari 12-14 daraja qattiq bo'lgan. Ilojsizda mana shu suvni odamlar iste'mol qilib kelgan. Bugungi kunda suvning qattiqlik darajasi 208 dan 3,5 gacha. Eng toza, shifobaxsh, foydali suv keldi. Tasavvur qilish qiyin buni. Agar buni biz 8 yil 10 shunaqa suv keladi Termiz deganda biz ishonmasdik. Buning hammasi muhtaram prezidentimizning Surxondaryo xalqiga ko'rsatgan bir eng ajoyib sovg'alar desak bo'ladi. Suv bilan bog'liq turli kasallar, oshqozon osti bezi shamollashi, buyrakda tosh to'planishi yoki o'tqobda tosh yig'ilishi kabi bir qator kasallar yoki oshqozon ichak kasallari bartaraf bo'lyapti. Muhimi suvning qattiqlik darajasi 2 barobargacha kamaydi. Gidravlik hisob-kitoblar asosida yaratilgan tizim tufayli Termiz shahri Angor, Bandixon, Sherobod va Muzrabot tuman markaziga qadar suv nasoslarsiz, ya'ni elektr energiya sarflanmagan holda yetkazib berilmoqda. Shuningdek, loyiha natijasida yiliga 18,4 million kilovatt-soat elektr energiyasi tejab olinadi. Bu mablag' va resurs jihatdan 18,5 milliard so'm iqtisod qilinishini anglatadi. Mazkur yechim natijasida 100 dan ortiq yer osti quduqlardan foydalanishga ehtiyoj qolmadi. Bu nafaqat tabiiy resurslarni asrash, balki ekologik muvozanatni saqlashga ham xizmat qilmoqda. Bu kun Sardorbek Lolayev, Maqsud Alimnazarov, Surxondaryo.